Haqiqatda endi bu Rossiya delegatsiyasiga boshchilik qilayotgan Medinskiy janoblari oldin 2022-yilda ham muzokaralarga boshchilik qilgan. Albatta u siyosatchi yoki diplomat emas, balki tarixchi. Albatta bu yerda Vladimir Putinning o'sha ko'rsatmalarini bajarayotgan shaxs va tabiiyki o'sha Vladimir Putin nimani xohlayapti? Mana shu muzokaralarda mana shu talablarni, taklif tavsiyalarni ilgari surgan. Ukraina tomonidan biz bilamiz, o'sha Qrim tatar millatiga mansub Rustam Umerov avval Oliy Majlis Rada Oliy Rada deputati bo'lgan va keyinchalik mudofaa vaziri lavozimiga tayinlangan. U albatta Ukraina tomonidan shu muzokaralarga bosh bo'lgan. Va aytish kerakki, mana shu muloqotlarda har ikki tomondan ko'proq o'sha razvedkachilar, chekistlar va harbiy lavozimdagi masalan arboblar, shaxslar ishtirok etganligini ham aytib o'tish kerak. Ya'ni bu o'rinda Ukraina tomonidan ko'rdik, delegatsiya a'zolarining 70-80% harbiy formadagi kishilar bo'lgan. Albatta Rossiya tomonidan ham ko'proq shu mudofaa vazirining o'rinbosari yoki bosh razvedka xizmatining mas'ul shaxsi va boshqa tahlilchi ekspertlar bo'lgan va bu yerda har ikki tomon ham yon berishni o'ziga afzal ko'rgani yo'q, balki o'sha aytish kerakki, har ikki tomon ham osmondan kelyapti. Ya'ni ularning pozitsiyasi umuman yaqinlashgani yo'q. Faqatgina bitta ikkita masalada, u ham bo'lsa 1000 nafardan asirlarni almashtirish masalasida va ikkinchi tomonda mana shu jarayonlar yakuniga yetganidan keyin albatta navbatdagi muzokaralar raundini boshlashga kelishib olishdi va mana shu ikkita masalada va aytish kerakki, Medinskiyning so'zlariga qaraganda mana shu Ukraina tomoni Vladimir Zelenskiy va Vladimir Putin o'rtasida muzokaralar, uchrashuvlar o'tkazish taklifini ilgari surgan va lekin hozircha Rossiya tomoni masalani o'rganib chiqayotganligini aytayapti va mening nazarimda Vladimir Putin Zelenskiy bilan uchrashishga rozilik bermaydi va buni Rossiya davlat telekanallari orqali tarqatilayotgan bayonotlar, ya'ni eski bayonotlarni ham tarqatishyaptiki, demakki Rossiya prezidenti uchrashuvga rozi bo'lmaydi. Faqatgina mana shu Ukraina tomoni Rossiya qo'ygan talablarga yon bergan taqdirda uchrashishga rozi bo'lishini aytyapti va aytmoqchimanki, davlat telekanallari bergan ma'lumotlarga qaraganda Rossiya prezidenti mana aytyaptiki, avvalgi zapislarni qo'yishyapti, yozuvlarni. Biz Vladimir Zelenskiyni muddati o'tib ketgan rahbar sifatida, nolegitim prezident sifatida bilamiz. Mabodo tinchlik shartnomasi imzolanadigan bo'lsa, bu kelishuvlarni biz Oliy Rada spikeri bilan muhokama qilish va imzolashga tayyormiz deyapti. Lekin Zelenskiy aytyapti, bu Ukrainada muzokara olib boradigan va tinchlik kelishuvlarini imzolaydigan yagona shaxs faqat prezident deb ta'kidlayapti. Lekin Rossiya tomoni buni xohlamayapti va demakki Rossiya tinchlik bitimlarini imzolashga shoshmayapti. Gap nimada? Gap shundaki, Rossiya o'sha delegatsiyasi a'zolarining u qadar yuksak martabali shaxslar emasligi, ya'ni ikkinchi darajali quyi bo'g'indagi, quyi zvenodagi rasmiylardan iborat ekanligi Rossiya muloqotlar olib borishga shoshmayotganligini ko'rsatyapti. Yoki Ukrainaning ham mana shu 30 kunlik shartlar asosigina muzokara olib boramiz. O't ochishni to'xtatish, birinchi Rossiya muzokara boshlanishi bilan o't ochishni to'xtatish kerak va 30 kunlik yarashuvga borishimiz kerak. Mana shundagina muzokara davom etadi deb aytyapti. Lekin mana shu Vladimir Zelenskiyning so'nggi paytda, mana o'zi aslida 15-kuni yuborish kerak edi, may kuni Istanbulga delegatsiyani, lekin albatta mana shu u ham
vazirlar o'rniga bitta vazir oldin o'sha tashqi vazirini jo'natishini aytgandi. Mudofaa vaziridan tashqari o'sha Ukraina xavfsizlik xizmati rahbari va boshqa yuqori martabali shaxslar bo'lishini ko'zatayotgandi, lekin u ham so'nggi paytda 15-kuni kechqurun o'zining ro'yxatini e'lon qildi va bu ro'yxatda u ham masalan o'rinbosarlar darajasidagi delegatsiyani jo'natishga qaror qildi va o'zining shartlarini e'lon qildi. Demakki, Rossiya ham, Ukraina ham xuddi birov orqasidan bo'ynidan sudrab muzokara stoliga o'tkazgandek bo'ldi. Va demakki, bu o'rinda yana bir eslatib o'tamiz. Rossiya tomoni mamlakat hududida xuddiki Avstraliya neytraliteti modeli kabi hech qanday xorijiy qo'shinlar yoki ommaviy qirg'in qurollari bo'lmasligi kerak. O'sha tinchlik muzokaralari reparatsiyalarsiz yakunlanishi kerak. Ya'ni ikkala tomon ham urush tufayli yetkazilgan zararni qoplash bo'yicha har qanday iddaolar yoki da'volardan, talablardan voz kechish kerak. Keyingisi Ukraina ozchiliklar, ya'ni rusiy zabonlar huquqlari bo'yicha Ukraina Yevropa standartlarini qabul qilishi va millatchilik tashviqotiga chek qo'yish kerakligini talab qilmoqda va hududlarni tan olish masalasi boya aytganingizdek Rossiya Ukrainaning 5 ta viloyatiga nisbatan konstitutsiyaviy da'volari rad etilmasligini xohlaydi. Shuningdek, Kreml bosib olingan hududlarga bo'lgan huquqlarni xalqaro miqyosda tan olinishini istaydi yoki shunga intilmoqda. Ya'ni bu BMT tomonidan va xalqaro hamjamiyat tomonidan e'tirof etilishi va bundan tashqari Ukraina qurolli kuchlari sonini keskin qisqartirishi, NATOga a'zo bo'lmasligi va xorijiy qo'shinlarni umuman bu hatto tinchlikparvar kuchlar ko'rinishda maqomida bo'lsa ham Ukrainaga bunday kuchlar joylashtirilmasligi kerakligi haqidagi talablar desak to'g'riroq bo'ladi.